O menga qarang aka, bu men zakaz qilgan gulmas ekan-u. O'rniga boshqa narsani berib yuboribsiz. Ayyo aka, men o'zi narx ko'tarilib ketgan, pulingizga yarashasini jo'natdim. Endi aka o'zi yilda bir ikkita bayram bor, shunda soqqa qilamiz. Boshqa payt sizniki boyakalargacha tirikchilik qilamiz-da. Endi hozir siz ham shuni qaytarib beraman desangiz, bilasizmi qancha minusga kirib ketaman? Endi faqat sizniki boyakalar yashab, biznikilar minusga kirib ketavermaymiz-ku. Odamzod, men uydagilarim oldida sharmanda bo'ldim deyapman sizga. Vijdoningiz bormi o'zi, nimalar deyapsiz? O'zingizni bosib oling, nima baqir-chaqir qilasiz, tomosha ko'rsatib, Men seni tanishim deb gul zakaz qilgan edim. Yaxshi pul berganimdan keyin yaxshi gul jo'natmaysanmi, erkak? Menga qarang, brat, yoqmasa-chi, boring yana boshqa joydan oling. Men sizga sotib bo'lganman. Mendan o'tdi, egasiga yetdi. Bo'ldi, boshimni qotirmang, boring keting. Hey! Rozi emasman. Falakat. Qanaqa jarima yana, Amaki, Ha? mana shu gul sizga kerak emasmi? Oliqochi gullar o'zi bebaraka, bexosiyat gul bo'ldi shu. Rahmat. Ha jiyan. Voy o'l aziz, gul ko'taryapsanmi? Assalomu alaykum tog'a. Va alaykum assalom. Hattoycha, kimga olding bu gulni? Oyimga? Oyingga? Bugun qanaqadir bayram bormi uyda? Yo'q, oyimni xursand qilish uchun bayram bo'lishi shart emas. Rahmatli dadam aytardilar. O'g'il bolalar uchun oyisini xursand qilish o'zi bir bayram derdilar. O'shanga oldim. Yaxshi jiyan. Mayli, opamga salom aytib qo'y. Xo'p bo'ladi tog'a.